Şöyle köpçülük içine şarkı var. Kiletler olga iş büyürüm ha. O kiletler nötr ol yaptım. Garanga keşmeğine bilmekende bile beni kattanı hurmat kılış gerek de katta. Haqiqatdan bilmaysiz-ku. Bilsangiz meni aytgan ishni istiqlaydi. Ma bu gamlar garanga öyle yapacağım. O cüreğe tamam orada gazlar. Şunun mu? İşten bu işat bir şunun mu ki vasan bulma. Ishni bilmaganingizdan keyin qilasizdi. Ne varsa mayda juda ishlar ular bu menga güzülayapti. O cüreğe tamam bu rampanga to'ladi. Şunun mu ki vasan bulma. Yura. Şöyle qaramasang nima? Ko'pchilik ichga ish buyurib yotdi kiletlar olga. Sharlaq bana. Juma, menga qara-da. Endi u ishni biladi-da, tushunyapsanmi? Sen bilmaysan. To'g'ri, sen undan oldin kelgan, lekin o'rgana olmayapsan-da. Yo, biron neto gapiryaptimi? Ko'pchilik ichga suv olib keling deyapti-da. Ichishga suv olib keling deyaptimi? Bo'lmasa bor-ku. Undan qilasan. Juma aka, havo ham issiq bo'lyapti, bitta ichishga suv olib keling. Murod Pepsi ichyapti, olib kelaymi? Shib olib keling. Usta bu o'zidan katta odamga aytib ish buyurmang siz. U odam bilan biz juda o'kitganmiz. Demak, o'rnaysan gazlayman, qarab tur. Ya bana olib kellar. Rahmat aka. Buna nima deb patlatsa, shunga angartirib nega demading bu?